Aysha Daryo oilasidan ko'p yillik o'simliklar. Agar siz ildizlarni bog'lab qurishsangiz, u isitmani pasaytirishga va o'riqlarni kamaytirishga yordam beradi. O, yo'q. Tezroq do'konni ochishim kerak. Bu mani yo'limdir. Bu mani hikoyam. Agar mani xohishim bo'lsa, men o'z yo'limda shunday yozishda davom etardim. Birinchi qism uchrashuv taqdir rangini o'zgartiradi. Ko'zgu, devordagi ko'zgu. Dunyodagi eng chiroyli qiz kim bo'ladi? Shahzoda Raj. Nimadir kerakmi, Sakaki? Bu o'zi o'yna emas. U shaharlik xabarchi. U hamma narsani ko'rganidek aytib beradi, shuning uchun aytish kerak. Mayli, ortiqcha hazil qilmang. Sen ham tezroq ma'lumotingni ayt. Aha! Tanbaran saltanatidagi eng chiroyli qizi kimligini bilmoqchimisiz? Unday bo'lsa o'sha qiz. O'sha qiz nima bo'ldi? Ha, juda ham kam uchraydigan qizil sochli qiz. Uning sochlari juda ham qizil. Uning ismi Shiyakuyi. Oliy hazratlari. Rahmat, xonim. Xayr, dori-darmonlaringni unutma. Ko'rishguncha, Shiyaruki. Yaxshi boring. O'tganingiz uchun rahmat. Keyingi dori sen uchun. Kino shundaymi? Ha, bu haqida tashvishlanma. Men shunchaki bu yerga seni ko'rgani kelgandim, ya'ni qizil sochlaringni ko'rishga. Rahmat, lekin men sizga yana dori tayyorlab beraman. Men bir nechta yaxshi dori va o'tlarni oldim. Shuning uchun o'zingiz bilan olib yuring. Siz ajoyib o'simlikshunossiz. Qani edi o'lgan bobongiz sizni ko'ra olganida edi. Kechirasiz, kino. Esladim, men pechkani yonib qoldirgan edim. Borishim kerak. Yaxshi qol azizim. O'ylaymanki uni keyinroq olib kelaman. Nimadir es qolib ketibdimi? Shahzoda Rajning kanizagi? Ha, boshqacha qilib aytganda bekasi. Bu nimasi? Sochlarimning rangi tufayli mendaqa qishloq qizni yaxshi ko'radi deb o'ylamayman. Men shahzodaga sharmanda bo'laman. O'sha shahzoda Raj sizni yoqtirib qoldi. Nima bo'lganda ham siz ertaga ertalab o'zingizni qasrda deb hisoblaysiz. Kechqurun yaxshiroq kiyinib yuring. Kino uchun belidagi og'riqlarni yengillashtiradigan va nafas yo'llarini tozalaydigan narsa. Yurining o'rniga ota va chaqaloq sovuq bilan tashiyotgan edi. Mayli, qolgani. Bu hamma narsani hal qiladi. Ammo bu sizni aybingiz emas edi. Xayr, qizil sochlarim.
Kechirasiz. Kechirasiz. Uyda kimdir bormi? Men bu yerga ruxsatsiz kira olmayman. Tez orada qorong'u tushadi. Va meni qornim ham ochqadi. Mitsuhide, Kiki, men oldinga boraman. Hoy, sen yana shu yerdan borasanmi? Yaxshimisan, Zen? Sen jarohat olmadingmi? Nima bo'ldi? Ha? Sen kim bo'lding? Bu men, Mitsuhide. Ha, bu sen ismingmidi? Kiki, senga ham nimadir bo'ldimi? Xo'sh. Sen o'zi rostdan ham kim bo'lding? Bu yerlarda o'zi nima qilib yuribsan? Qochib ketayotganimda shunchaki odamlar yo'q joydan yurdim. Men shunchaki bu yerda kelib qoldim. Sanda g'alati sochlar bor ekan. Ha, odamlar menga buni tez-tez aytishadi. Qo'ling og'riyaptimi? Hech nima deyarli. Men o'simlikshunosman, xohlasang ishlataman. Ishlatishim bo'lgan saribzoq bor edi. Yo'q, kerak emas. Bu narsa xato, zahar yoki boshqa narsa bo'lishi ham mumkin. Men kichkina bola emasman. Men birdaniga hech kimga ishonmayman. Boshqacha qilib aytganimda seni hech kim tanimaydi. To'g'ri. Agar tushungan bo'lsang davom et. Ha, uni aytganlari biroz to'g'ri edi. Menimcha hamma joyda takabbur odamlar bor. Hoy, nima qilyapsan? Sen nima qilyapsan? Afsuski odatda men zahar olib yurmayman. U seni tushirdi, Zen. Meni kechirasan, mening ismim Zen. Men Shurayokiman. Sen bilan tanishganimdan xursandman, Shirayoki. Men bu yerga yiqilganimning yarim sababi sen eding. Ha? Bu yerda hech kim yashamaydi, lekin biz shu yerda dam olamiz. U yerda shaxmatga mag'lub bo'layotgan Mitsuhide va uni osonlik bilan yutayotgan Kiki. Zen, menga qaramasdan turib qanday yutqazganimni bilyapsan? Men shunchaki buni bilaman. Sen yo'qotyapsan. Yaxshi, buni qilishim kerakmi? Vau, sen buni yaxshi qilar ekansan, Shuriki. Men bunga o'rganib qolganman. Men sizga o'simlikshunosman dedim. Ha, shunaqa deding. Xo'sh, nega senga o'xshagan o'simlikshunos uyidan qochib ketdi? Bu unchalik ham muhim emas. Kechirasiz, men sayrga ketaman. Hoy, nega orqamdan kelyapsan? Jarohatlangan qizni o'rmonda yolg'iz yurishi juda ham xavfli bo'ladi. Shuning uchun janobda ish emas bu. G'alati. Men o'simlikshunoslik bo'yicha o'qiganman. Shuning uchun o'rmonda juda ham ko'p yurganman. Bu yerdagi havo juda ham toza va shahardan farq qiladi. Ha, men nimani aytayotganingni bilaman. Bu hozir sizning samimiy his-tuyg'ularingiz edi, to'g'rimi? Voy. Ha, qo'lga tushdi. Senda boshqalarga qaraganda uzunroq soch bor ekan. Men buni o'tkazib yuborgan bo'lsam kerak. Kechirasiz sen, men uchun uni kesib tashlay olasizmi? Ha, unaqa to'g'ri bo'lishi shart emas. Yo'q, kechirasan. Men ayollarning sochini kesa olmayman.
Uzun sochingni qirqishing, nima uydan qochishing uchun bu sabab bormi? Balki sababini aytsang, yordam bera olardirman. Siz juda dahshatli odamsiz. Senga uning kanizagi bo'ldi ishdimi? Qizil tumanda gapirish o'rgangan va kumushdan yegan mashhur boy tomonidan. U mani qizil sochlarimni g'ayrioddiy deb o'yladi va o'zi bilan saqlamoqchi bo'ldi mani. Uni aytganini qilganimda meva sotuvchidan olma sotib olayotganini bilardim. Shiroyuki, shuning uchun men uni sekin-sekin charchataman deb o'yladim va sochlarimni kesib orqada qoldirdim. Sen juda ham zo'r qilibsan. Bu pas hayotdan uzoqlashish juda ham yaxshi bo'pti. Aytmoqchi, bu sizni qimmatbaho qizil rangingiz. Mani qimmatbaho qizilim? Ha. Qizil rang taqdirni rangli qilishga kerak bo'ladi, shundaymi? Hozir zerikarli bo'lsa ham, sizni kutilmaganda yaxshi narsa kutib olish mumkin. Ha, sizda juda ham ajoyib fikrlash tarzi bor ekan. Nima, bu hurmatimmi? Axir u shubhali ko'rinmaydimi? Balki sen uni yoqtirib qo'ygandir. Nima? O, yo'q. Sochlarimni shu tasmaga bog'lagandim. Telegramdagi Animax kanaliga obuna bo'ling. Demak, sen tanburalik edingmi? Bu narsani yuborgan odam seni chegarada kutib olishga bordi va hozir ham kutib o'tiribdi menimcha. U juda ham jirkan jentelmenga o'xshaydi. Bu yerda qiladigan narsa yo'q. Bu narsa shunchalik jiddiyki, chegarani kesib o'tishing kerak edi. Bu uning kimligi tufayli. Bu Tanburaning birinchi shahzodasi edi. Raj! Ana bu ahmoq. Shahzodami? Hammasi joyidami? U shunchalik ahmoq ekanki, uni hatto qo'shni mamlakatlarga ham tarqalgan. Bu uning kimligi tufaylimi? Ehtimol odamlar chegarani kesib o'tishni barcha yozuvlarini ko'rib chiqishgandir. U shunchalik uzoqqa boradimi? Agar u xohlagan narsasiga ega bo'lsa, ehtimol sana allaqachon o'ziniki deb bo'lgandir. Agar qamoqqa tushsam ham hech nima bo'lmaydi, to'g'rimi? Bu juda yomonlasha boshlayapti. Bu qizil endi yaxshilik emasdir. Men hazillashdim. Zen. Sana odobing qayerga yetdi? Buni o'zingni qo'ling bilan yomaysanmi? Nima? Sen gapirishing kerak yoki yeyishing kerak edi? Keyinroq qo'ng'iroq qilaman. Endi ketinglar bu yerdan. Ko'nglimni qoldiryapsan. Zen, nima bo'ldi? Men bu ahmoqona gap aytdim, kechirasan. Shiroki, sen bu olmani iste'mol qilmasliging kerak edi. Kiki, Mutsihudan g'azablanma. Zen! Nima bo'ldi? Zen! Bu zaharlangan. Sizda dori bormi? Iltimos kutib turinglar. Undan foydalanib bo'lmaydi. Men bundan foydalanaman. O, yo'q. Olma naslida Shiroki yeyish kerak edi. Sen kimsan? O, yo'q. Ay, unda yaxshi. Nimani nazarda tutyapsiz? Xavotir olma, menda bunga antidot bor edi. Ishonchim komilki qisib men bilan ketasan. Demak bu senmisan? Men ko'ryapman. Men juda hayronman. Siz qoldirgan qizil sochlar haqiqiy edi. Do'stimga dori haqida nima deysiz? Bir soniya to'xtab tur. Aslida Misyuki, dunyo juda qo'rqinchli joy. Sizni bu erkaligingiz va qochib ketayotganingiz meni kulguga aylantiradi. Shaharlarda va qirol saroylarida. Bu odamlar shu tufayli men haqimdagi jamiyatchilik fikri tushib ketgan.
Lekin barcha mish-mishlarga san aybing ham bor, bilasanmi? Shunaqa qilib men yaxshi nomimni tozalashim uchun menga kanizak bo'lishingni xohlayman. Agar siz oddiy shaharlik qiz bo'lsangiz ham, men ayollarni sharmanda qilishni xohlamasdim. Shuning uchun men buni yo'lini topdim. Menga bu haqida nima kerak bor? Menga dori haqida gapiring. Sizningcha meni do'stim Shahzoda Rajga antidot olamanmi? Albatta, agar sen shunchaki bungiz boshingni irg'ab qo'ysang, men tezlik bilan unga antidot beraman. Yoki buni o'rniga unga antidotni bermasligimni xohlaysanmi? Qizil rang taqdirda rangli bo'lishi kerak, shunday emasmi? Hozir zerikarli bo'lsa ham, u siz kutmaganda yaxshi narsalar bo'lib ketishi mumkin. Menga bu so'zlarni aytgan odamga men uchun endi bilamanki, bu ko'zlar tanish menga. Mendan uzoq bo'lishingni xohlamayman. Nima qilding? Uzr so'rayman. Shahzoda Raj, meni holaginizcha oling. To'xta, orqaga. Men bunga qarshiman. Zen. Haromi. Iltimos o'sha qizni harom qiladigan ishlarni qilmang. Agar uni ranjitgan bo'lsang, seni o'ldiraman. Zen, Shiruki, ha, buni bog'lashing kerak. To'xtab turing, bu haqida, tanangiz haqida nima deyish mumkin? To'g'risini aytsam, hozir immunitetimni yaxshilayapman. Lekin, demaysan, siz olmadan zaharlangan odam ekansan-da. Bu baxtsiz bo'lsa kerak. Men Messi Shirukini harakatsiz qilib uyimga olib ketmoqchi edim. Demak, o'sha olmalarni sen bergan ekansan-da. Men bilan gaplashayotganingga og'zingga qara, bolakay. Bizning ikkalamizning oilamizda juda ham katta farqi bor. Meni kechirasan, Tanburxonning birinchi shahzodasi, Shahzoda Raj. Men o'zimga yoqmayapti, lekin men o'zimni tanishtiraman. Bu tepalik. Siz bilan tanishganimdan xursandman. Men Clarines qirolligining ikkinchi shahzodasi, Zen Westerman. Ikkinchi? Zen, o'zingizni bosing, iltimos. Meni kimligimni bilasizmi o'zi? Nimadir ortiqcha. Men jiddiyman. Lekin qo'shni qirollik Shahzoda Raj tomonidan zaharlanadi deb o'ylamagandim. Yo'q, senda umuman dalil yo'q. Bunga umuman daliling yo'q. Ko'p narsa shunday emasmi? Biz buni rasmiy sinovda sinab ko'rishimiz mumkin. Yo'q, bu iltimos. Xo'sh, nega savdo-sotiq yo'q, ahmoq shahzoda? Agar men aytganlarimni qilmasang, hammaga ahmoqligingni aytib beraman. Keyin endi Shirukidan umuman yaqinlashmaysan. Va uning ismini aytmaslikka qasamyod qilasan. Shirukini qayerdan bilasan? Yaxshi, bunga va'da beraman. Iltimos, meni o'ldirma. Shiruki, senda unga aytadigan gaplaring yo'qmi? Agar uni hozir so'kmoqchi bo'lsang, so'kaver. Ichingdagini hammasini qo'yib yubor. Shahzoda Raj. Yaxshiroq odam bo'ling. Chunki hayratdan o'rningizdan tura olmayapsiz ham. Tezroq senga dorini bering. Xo'p. Rahmat. Bu nima deganing, Shiruki? Menga yordam berganinglar uchun kattakon rahmat. Lekin kechirasan, faqat men senga muammo keltirdim. Bugun juda kulgili bo'ldi. Men hech qachon olma bilan zaharlanmaganman. Sen qizarasan. Yo'q, unchalik emas. Hammasi yaxshi. Zen olmani o'zi xohlab yedi. Zen va Mitsuha biz ehtiyotkor bo'lishimiz kerak edi. Ana xolos. Musiqida agar Zen o'ladigandek davom etdi va ko'zlarini yoshga to'ldirdi. Bu haqida gapirma. Yaxshi. Mayli, keyingi safar uni po'stlog'ini olib yeb ko'raman. Gap shunaqa edimi?
Shirayuki, o'rmonda nima deganingizni eslaysizmi? Men umid qilamanki, biza hozir bo'lganimiz taqdir bo'lsa kerak. Biz sayohatda siz tomon ketayotgan o'rmonda edik. Qayerda uchrashdik va bir-birimizni birdaniga himoya qildik. Bu faqat shu yerda topilgan zaharmidi? Yoki kelajakda nimadadir hal qilish uchun nimadir bo'lgandir? Men qaror qilsam, yaxshi bo'ladimi? Albatta. Hamma o'zini taqdirini o'zi hal qiladi. Qaror qilganingizdan keyin o'zingiz keyin nima qilsangiz qilasiz. Zen, san nima? Sen haqiqatan nima ajoyib fikrlash tarziga egasan. Lekin qanday o'ylayotganing emas, qanday yashayotganing muhimdir. Sana javobing nima? Bu meni hikoyamning boshlanishi edi. Agar meni xohishim bo'lsa, bu uchrashuvdan keyin oldimizda turgan yo'lda, bu hikoyada aylanayotgan sahifaning ovozi, qadam tovushi kabi birin-ketin aks-sado berardi. Men sen bilan Hammaga salom, sizlar bilan Zoro. Bu anime ham birinchi qismi tugadi. Nomi esimda yo'q. Ovoz berdi Zoro, tarjimon Zoro. Keyingi qismda uchrashguncha xayr. Sog' salomat bo'linglar. Sizlar bilan Zoro bo'ldi.会えたな、白雪。クラリネスはいいとこだね。待たせたな。白雪がいない？私がこの国に来るって決めた理由。逃げるのやめたの？赤髪。